Nurobod tuman axborot kutubxona markaziga yangi kelib tushgan adabiyotlarning bibliografik sharhi. Temurbek Turkiston amiri. Ushbu asar buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizga bag'ishlangan 3 kitobdan iborat romanning birinchisi. Unda sohibqironning buyuk sarkarda sifatida shakllanish yillari, Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi olib borgan kurashlari va Turkiston amiri sifatida ulkan va qudratli davlatga asos solganligi hikoya qilinadi. Yozuvchi Inomjon Abdunazarovning Arslon yelkasidagi xazina kitobidan o'rin olgan hajviyalar odamlar hayotidan olinganligi yoki o'zimiz duch kelishimiz mumkin bo'lgan hodisalarni yoritganligi uchun beixtiyor yuzimizga tabassum ulasha oladi, ya'ni har bir o'quvchining ko'nglini shod qilmay qo'ymaydi. Baxt qo'shig'i mamlakatimizda 100 yilligi nishonlanayotgan Ra'no Uzoqovaning she'riy va nasriy asarlari jamlangan. Ularda shoiraning baxt va baxtsizlik, shodlik va uqubat, hayot va o'lim haqidagi qarashlari badiiy umumlashtirilgan. Har qanday narsani istalgan odamga qanday sotish mumkin? Odamzod hayotida, bolaligida, yoshligida bo'ladigan hodisalar, qiyinchiliklar, ba'zida ularni hech qachon unutging kelmaydi. Bu kitob qahramoni Jo Jerard yoshligidan qiyinchilik ko'rib, oilasidan, yaqinlaridan mehr ko'rmaydi. Otasining kaltaklari, ko'chadagi dashnomlar, pulsizlik hamda yo'qchilik Jo Jerardning irodasini yanada mustahkamladi va o'z oldiga ko'p pul topib, boy bo'lishni maqsad qilib qo'yadi. Sizga bu kitobni bir marta emas, bir necha marta o'qishni tavsiya qilamiz. Kitob shunda sizga o'z ishingiz orqali ko'p pul topib, katta daromad olishingizga yo'l yo'riq ko'rsatib yordam beradi. Jahon adabiyoti eng sara badiiy asarlari to'plami Machu Picchu cho'qqilari. Ushbu to'plamdan Janubiy Amerikaning mashhur adiblari qalamiga mansub bir qator qiziqarli asarlar o'rin olgan. Ularni mutolaa etish jarayonida Lotin Amerikasi xalqlarining o'tmishi, urf-odatlari, orzu-istaklari, g'am-qayg'ulari hamda armonlari bilan yaqindan tanishasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.